Endi hozirgi darsimiz PC'da formula qo'yish haqida bo'ladi. Bu qanday tayyorlanadi desangiz, birinchi o'rinda mana Robots forma papkamizni ochib olamiz. Mana bu yerda mana har xil formalar bor. Buni hozircha pashta ishlatgan bu formaga deyar zakaz ham reklamaga ham qo'ygan yo'q, lekin bir 15 yil oldin toza bu moda edi mana shunaqa formalar qo'yish. Bundan ochib ko'rsatay. Mana bunaqa formalar qo'yib berish. To'g'ri, forma qo'yganda bilinadi, lekin juda moda edi. Ayniqsa mana shu kiyimga juda ko'p zakaz tushardi. Ota-onalar olib mana shu qizlarni mana shu forma qo'ydirardi. 5 ta 6 ta bo'lsam, lekin aslan bir 10 tasi, 15 tasi juda ko'p foydalanardi. Bu eniga o'sha PC'li formalar. Hozir bosib qo'yishni ochib ko'rsataman. Biraz hozir yoshimga esimga tushib ketyapti, shuni ko'rardim. Ayniqsa mana shunga ham ko'pchilik tanlardi. Ayniqsa mana bunga ham juda ko'pchilik ana shu forma tanlardi. Bu şeydan bilib turibman bosh qo'yilganda. O'sha moda ekan. Keyin mana harbiy formalar bor. Mana bunday qo'yiladi tanlar. Mana bunaqa formalar bo'lgan ekan shu payt. O'sha payt boyagi san'atkorlar yonmayan qo'yishlar moda bo'lganda shu 10-yillarmidi bilmayman, 10-yildan oldin ochiladi. Kompyuterda yonmayan qo'yish bilinib tursa ham, lekin juda masalan Toshkentga borib artist topib oldiga tushgandan ko'ra bir kompyuterda yonmayan qo'ydirganga nima yetsin edi. Endi mana shu formalarni masalan arxiv video bo'lsa ham hozir hech kim so'ramasa buni ko'rsataman, keyin buni formalar yana bundan ham zo'rlari bor. Video davomida ko'rsangiz batafsil tushuntirib o'taman. Bu formalar qanday qo'yiladi desangiz, dasturda ochib olamiz. Birinchi o'rinda forma qo'ymoqchimiz masalan. Kesib o'taman. Oldinlarga buni qo'l bilan kesib o'taydim. Hozir mana sun'iy intellektlar chiqqan, kesib beradigan. Shuning uchun o'zimni qiynab kesam o'tirmayman. Masalan, mana shu yerga forma qo'yish kerak. Osongina. Shuni boshda olamiz. O'chiramiz. Mana reklamani olib tashlasangiz ham bo'ladi masalan. Biz o'sha yerda o'zimiz reklamani qo'yganmiz. Rasmxona nomiga. Download qilamiz. Ketdi. M bilan shuni belgilab tashlaymiz. Shift bilan kichraytiramiz. Bo'yinga moslab o'chirishni olib, ortiqcha chiqib qolganini o'chiramiz. Tayyor. Sal bir rangni to'g'irlash mumkin. Klientga bo'lib pechatga bersak, bo'ldi, tayyor mana bu rasm. Masalan, F8 bitta bosib pechatga berib qo'ysak, tayyor. Keyingisi mayli shularga yana bitta qo'yib ko'rsatay, endi qiz bolalarga bo'lsa. Masalan, mana shu qizga forma qo'yish kerak deyapti. Bu qizga pastroq yoshga masroq qaysi ekaniga. Eng ko'p zakaz tushadigan qaysi edi menga? Eslolmayapman hamda yillar bo'ldi bu formani ko'rmaganim, mana shu forma qo'yishlarga. Karantin oldin ko'rdim, oxirgi marta eslolmayman. Ko'k ranglisi bor edi. Masalan, mana buni qo'yib ko'rsatay misol uchun. Shuni o'chiramiz. Kesib olamiz. Mana M bilan belgilab shuni surib tashlaymiz. Tayyor. Mana qilsangiz bo'ladi. Mana shlyapasini belgilab past baland katta kichik qilsangiz ham bo'ladi shlyapasini o'zini ham. Tayyor. Xotirib olib F8 bilan taplab pechatga bersangiz bo'ldi, tayyor. Ayniqsa mana bunga aytgancha esimga tushdi. Mana shunga juda ko'p qo'ydirishardi bu.
Mana shu formaga. Qaniydi. Mana shu formaga zo'r chiqardi. Adasiz mana bundan o'chardi. Buni Alloh ochar ekan, birdan o'zini qo'yaversa ham bo'ladi. Shift. Katta qilib birasi o'zim mana bu eski Photoshopga ko'p ishlamayman. Shu uchun mana bu qo'lim moslash qiyin bo'lyapti. Ko'proq yangi Photoshopda endi tayyorlayman. Yetmagan qismini mana foto kiyim qo'yib bo'yab tayyorlaymiz. Buni qarang, tabiiyda chiqdi-da. Mana shu formani ko'pchilik yaxshi ko'radi. Voy, bu kelaklarni chiqar mana. Shu print was pechatga bersangiz bo'ldi. Keyingisi qaysi ekan? Mana bu qizchaga bir forma qo'yib ko'rsatamiz. Oldilar mana shu narsaga bir 10-15 minut vaqtim ketadi. Hozir 1 minut vaqt ketmayapti. Eng ko'p vaqtim mana bu kesib chiqishlarga ketardi. Mana forma ko'pchilik qo'ydirardi. Keyin endi kapalakcha kiyim qaysi edi? Shu mana shunaqa forma qo'yilgan rasmi talab katta edi o'sha payt. Qiziqardi. Hozir birovga ham qiziqmasdi bu. Sketch qilamiz mana. Kopiya qilib start qilib shift bilan kichiktiramiz. Shunaqada. Yana formalar ko'p. Bu ham shu karachi. Keyingisi bitta o'g'il bolaga ham taxlab ko'rsatish, shuncha taxlagan yaxshi abnaviyat qilib. Yigit rasm tashlaymiz. Transformer formam bor edi aytgancha, bitta mana bunga ham qo'ydirardi, keyin hozir. Mana shu yerda qaysi biri transformer edi aytgancha, mana bu bor edi, mana bular bor edi. Ayniqsa mana shu transformerga ko'p zakaz kelardi, mana bu ikkalasiga. Download qilamiz. Kopiya qilamiz. Taqillatma chiroyli tayyor. F8 bosib pechatga beraveramiz, tayyor bu. Mana shunga ko'p zakaz keladi, transformer formaga ham esimda ko'p taxlardik. Mana bu birinchi usuli, mana qo'limga kelgancha ko'rsatdim. Mana yigitga, qizga endi ikkalasi bitta yoshda bo'lgancha bittasi ko'rsatdim, yosh qizga bunga. Elektron kerak desa, shu hujjat PC'da telka kiraman. Shu bunga sanatsa mana. Bu yerda mana tayyor saqlangan holatda turibdi. Shu klik tashlab bersam bo'ladi. Endi ikkinchi yo'li bor. Hozir erinchog'imiz o'zi bunaqa forma to'g'risida kompyuterda kesib qo'ymaymiz ham. Hozir bundan ham oson yo'l chiqqan. ChatGPTga kiramiz masalan, mana shu yerga rasm tashlaymiz. Keyin yozamiz masalan bunga. Masalan, qo'ymoqchiman forma masalan, o'rgimchak odam qo'yib dik chiqsin masalanda. Bitta qahramon yozsangiz, tor yozsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Masalan, temir odam yozsangiz ham bo'ladi. Hozir oson yo'li bachalar mana shu format desa, birdan shu rasm tashlab ChatGPTga tashlaymiz. Telefonni ham tushirib qo'yib yuboramiz. Aynan shu fotoapparatda tushirilgan sifatli rasm bo'lishi shart emas. Dastur o'zi tanib oladi, tiniqlashtirib.
sezyapti. Ba'zi mana shu 1 minut kutishgan yerinamizda oldik. Qancha qiynab taxladik shu rasmlarni. Voy, avtorasi so'rayapti ekan, aytgancha esimda yo'q. Avtorasi so'raydi. Lekin yana bitta yo'l qilish mumkin. Masalan, ayniqsa sunnat to'yiga bilsangiz, klientlar keladi, sunnat to'yiga banner qilib ber yoki shunaqa forma qo'yib ber degan paytda, lekin mana bunga avtorasi so'ramay qarang. Qo'yib ber. Masalan, to'y bola keyin qo'yib bor. Orqasida fona bo'lsin degan so'z. Zafar zo'rmisan? Tinchmi? O'zing yaxshimi? Jonli efirdaman. Hozir, lekin buni aniq taxlab beraman. Hormat. Zo'rmisizlar? Yaxshimisizlar? Charchamasizlarmi? Efir zapis ketyapti. Hozir gaping zapisga tushaveradi. Ko'zdan chiqsang bo'ladi. Mana shu to'y bola forma yoki uzoqroqdan masalan oyoq bilan taxla yozsak. Ay, Zafarga o'xshagan shogirdlarim bor. Ko'nda telefon qilmasin deb so'rasa videoni tashlab beraman. Qara, ana rasmlarni tiniqlashtirishga oldin remini qilataylik-ku. Masalan, senda remini yo'q-ku, to'g'ri o'qimaysan-ku. Mana rasmlar xira kelsa tiniqlashtirish kerak deydi-ku. Mana bu remini qilaylik bilsang. Xo'p. ChatGPTga yozsang bir ikkita rasm shundan ham tekinga qilib beradi. Bilaman. Shu qulaydi, ha. Foydalanyapman-ku. Foydalanyapsanmi? Tekinada. Mana bu lekin qarang, ChatGPT lekin mana ancha tabiiy ham qilib beradi. Xuddi o'zi kelib tushgan taxlab beradi. Hozir ishlatib ko'rdim men. Juda ko'p ishlatdim. Biz hozir portretlarda shunaqa yozib ChatGPTga bunaqa mana bunday forma qo'yib, kesib, taxlagandan keyin tinchgina ChatGPTga yozsa shu qulaydi. U nima bo'ldi? Kompyuterlaringiz. Hozir dars bo'lmaydi, dars o'tayapman hozir. YouTube'da ko'raman o'zim. Xo'p. YouTube'da o'zingiz zapisingni ko'rasiz. Kechga to'ydan chiqib kelaman. Bu telefonlashamiz. Keyin mana bunday qilib yozsagan bo'la, masalan, qarang. Ustiga kostyum shim emas. To'y bola tun unda boshiga voy bo'lsin deb yozaychi. Hozir eng qulay yo'l mana shu kesib taxlagandan ko'ra mana shunday ChatGPTga prompt kiritib yozib taxlatgan qulayda. Tabiiyda chiqadi. Ham bola qarang, mana bu rasmda qaniydi. Bu rasmda bola jiddiyroq turibdi mana bunga nisbatan. Buni qarang, biroz jilmayib tushgan rasmi. Ko'ryapsizmi? Ancha yaxshi chiqadi. Hozir sun'iyllikdan qulay yo'q. Mana, bularga o'ziga o'xshamaydi yuzi. Mana shunaqa taxlab bergan qulay forma qo'y degan paytda. Mana da qiynalib o'tirganiga ko'ra eng qulay yo'li mana shu. Keyin sizlarda savol tug'ilishi mumkin, aytgancha, mayli, mana formalarini ko'rdik. Mana formalar qo'yish kerak. Buni qayerdan olaman desangiz, eng oson yo'li qarang. Telegramda mana farqi ko'natgacha mana rasm xona pastki chiziqcha o'z deb yozamiz, chiqadi. Tepadan boshlab mana bu yerda ko'rib boramiz hozir. Mana PCD formalar deb yozilgan, mana 14-dars. 2 ga bo'lib tashlangan. Shuni ko'chirsangiz, ichida mana shu formalar hammasi bor. Yoki bitta qilib ko'chiramansangiz, mana rasmxona o'ziga kirasizda. Bu yerdan mana PCD formalar bitta bo'lsangiz bo'ldi. Avtomatik yuklashga o'tadi.
Keyin yana bitta yo'li bor edi, hozir ko'ramiz agar o'xshaymi yo'qmi. Masalan, ChatGPTga kiramiz. Yigit rasmini tashlaymiz, endi formaga kirib screenshot qilib olaylik. Mana birinchi rasmga ikkinchi rasmdagi forma bilan fonni qo'yib ber. Men hozir endi foydalanyapman. Bir yozib ko'ray. To'g'risini aytsam, bunaqangi forma qo'yish maslahat beradi. Maslahat bermasligi. Bunaqa ishda to'g'risi rasmxonamga yordamchilar qiladi. Men umuman mana shu rasmxona ishlariga hozir aralashganman, shuning uchun birinchi marta qilib ko'rsatayapman. O'zim asli vinitga taxlayman. Hozir ham vinitkalarim bor edi. Mana bu o'rtada hozir vaqtim bor paytda darsliklar o'tib qo'yay deyapman. Hattoki shu tür zaps qilaman ekranda, shu tür videoni YouTube'ga joylab yuboraman. Даже uni boyagidek mashg'ulotlar ko'rishgan paytimda joydan kechki vaqtim ham yetmaydi. Mana chotka taxlab berdi. Mana kesib taxlagandan ko'ra mana shunday ChatGPTga yozsak, o'sha formani birdan o'zi avtomatik o'tkazib beradi ekan.